هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hac tefsiri 30. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hac suresi 30. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Hac ibadeti en şudur. Kim ki Allah'ın dininin ahkamlarını uluglasa, yani hac jaryanida Allah'ın buyurganlarını beca keltirip men'i kılgan işlerden çeklense, bu Rabbinin dergahida onun dünya ve ahiretlik üçün yaxşıdır. Sizlerge çahar payladın Kur'an'da haramlığı bayan kılınganlardan başkaları halal kılındı. Sizler butladın ibaret necistin saklanınlar. Yalgan guvahlık veriştin saklanınlar. Allah'a halis ibadet kılınlar. Onunla şirik keltirmenglar. Kimi ki Allah'a şirik keltirdiken, o goya asmandan taşlanıp, kuşla onu ilip kaçkandek, ya ki boran onu ilip verip, yırak cayga taşlıp etkendek bolup kalıdı. Yaman işlerden saklanganlığa ecir verildiğanlığı. Hac ibadeti en şudur. Yani mana bu hac faaliyetlerini ada kılış üçün kılış buyurulgan işler ve onun verildiğin katta ecirlerdir. Kimi ki Allah'ın dininin ahkamlarını uluglasa, yani kimi ki Allah Teala'ga asi boluduğun, Allah Teala kılışını çekligen ve kılsa günah boluduğun işlerini kılıştın saklansa, bu Rabbinin dergahida onun dünya ve ahiretlik üçün yaxşıdır. Yani o kişinin şu işlerini kılıştın saklanğanlığı üçün onunla köp yaxşılık ve köp ecir var. Xuddi yaxşı emel ibadetlerini kılğanlığı üçün köp savab ve ecir boğunidek, haram kılıngan ve çeklengen işlerini kılmağanlığı üçün mu köp savab ve ecir boludu. Sizlerge çahar payladın. Meyli bula öz vaxtıda Araplar özleri haram kılıp algan ve bahire 8'ini tutkan 5'incisini erkek tutkan tögü bulup cahiliyet Arapları bu tögünün kulukını yerip koyup öz meylige koyup veretti. Minmeytti, yük artmaydı. Sahibe kişiden 10'unu tutkan tögü bulup minilmeydi, kırkılmaydı. Sütü musafirlağıyla beriletti. Vesile birincini ve ikincini tutkan butla üçün öz meyligi koyutilgen töge. Ham 10 tögüge atı bolgan buğra tögü bulup, ula onu minmey, yemek içmekte öz meyligi koyup veretti. Allah yukarıdaki kılmışlarını buyruğunu yok. Digen ayette bayan kılınıp kelgen çahar payla bolsun, Kur'an'da haramlığı bayan kılınganlardan başkaları halal kılındı. Haramlığı Kur'an'da bayan kılıngan hayvanlarını tüvendeki ayetten körüvağılı buldu.
sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'shqi go'shi, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi tilga ilinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ldirilgan hayvon, urib o'ldirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan üsüp öldürülgen hayvan, yırtqıç hayvanlar yerip öldürüp yegan hayvanın göşünü yiyiş haram kılındı. Bu haqda İbn Cerir mu şundaq dedi ve Qatade'nin mu şundaq deganligini rivayet kıldı. Allah Teala'nın bendilerini şirik keltiriş ve yalgan sözleştin yirak bolışqı buyurganlıqı. Sizlar butlardan ibaret necisden saqlaninglar. Yalgan guvahlık berishdan saqlaninglar. Allah Teala bu ayette Allah Teala'ga şirik keltirildigan narsa but bilan yalgan guvahlık berishni bir yerda keltirdi. Bu ikisini tövendeki ayetdimi? Bu ikisini tövendeki ayetdimi bir yerda keltirgan. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı aytqin ki, Rabbim aşkara ve yoşurun yaman işlarının hemmisini günahlarını kişilerge nahak çıkıdışını Allah'ın şiriki bolışqa Allah hiç qandaq delil düşürmegen narsalarni Allah'a şirik keltirishni, özаңlar bilmaydigan narsalarni Allah nomidan qalaymiqan so'zlashni harom qildi. La ilahe illalloh Muhammed Rasulullah. Allah Teala'nın Allah nomidan qalaymiqan so'zlashni harom qildi degan oyatidan yolg'on guvohlik berish ko'z tutildi. İmam Buxoriy ve Müslim Abu Bakr'ning yolg'on guvohlik to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom, "Agah bo'linglar, men sizlarga eng cho'ng gunohlardan xabar beraymi?" dedi. Biz, "Ey Allohning payg'ambari, shunda qilgin" dedik. Payg'ambar alayhissalom, "U cho'ng gunohlar bo'lsa, Alloh taologa shirk keltirish va ota-onaga osiylik qilishdir" dedi. Payg'ambar alayhissalom bu so'zlarni qilayotganda yo'linib o'ltirgan edi. Keyin birdanla ruslanib o'ltirib, "Bilib qo'yinglarki, yolg'on guvohlik berish. Bilib qo'yinglarki, yolg'on guvohlik berish" dedi. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni takrorlaverganlikdan biz hatto "Koshki Payg'ambar alayhissalom so'zidan to'xtab qolsa-ekan" deb ketdik. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah Muhammed Resul. İmam Ahmed Hureym İbni Patik Asadi'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni fajr namozini o'qib bo'lib, qo'pib, yolg'on guvohlik berishning gunohi Alloh taologa shirk keltirishning gunohi bilan barobardir dedi. Ve bu so'zni dalillab, sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar, yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar, Allohga xolis ibodat qilinglar, uningga shirk keltirmanglar degan oyatni o'qidi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allohga xolis ibodat qilinglar. Ya'ni nahaqdan yiroq bo'lgan va haqni ko'zlagan holda Alloh taologa xolis ibodat qilinglar. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: "Uningga shirk keltirmanglar." Ondan Alloh taolo mushrikning o'zining ozg'unligida, halokatida va to'g'ri yo'ldan yiroqlab ketishida qanday holatda bo'ladiganligiga bir misol keltirib mundaq dedi: "Kimiki Allohga shirk keltirdi ekan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni ilib qochgandek yoki bo'ron uni ilib berib yiroq joyga tashlab etgandek bo'lib qoladi." Shunga baro farishtalar kafirning jinini ilib, uning ruhini osmonga ilib chiqqanda, uning ruhi uchun osmonning eshiklari ichib berilmaydi. Shuning bilan uning ruhi osmondan tashlab etiladi dedi. Bu so'zini
ve bu sözünü delillep yukarıdaki ayetini okudu. Bununla münasebetlik hadis İbrahim suresinin 27. ayetinin tefsirinde sözlep ötüldü. Allah Teala müşrikler için ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ulağa aytqin ki biz Allah'ını koyup bizge payda ziyan yetkizelmeydigan butlarga ibadet kılamdık. Bizni Allah hidayet kılgandan keyin aqımızga çekinemdik. Yani murtad bolamdık. Mubadi biz şundaq qiladigan bo'lsak, mundaq bir odamga shaytonlar uni bir cho'lga boshlab borgan. Cho'lda u tangirqab qolgan. Do'stlari uni beri kel deb to'g'ri yo'lga chaqirayotgan. U chaqiriqni qabul qilmay, oxir halok bo'lgan odamga o'xshab qolamiz degan oyatida bir misol keltirgan edi. Subhanalloh. İş mana şundaq. Kimki dini işlarni cümleden hacning amallarını, qurbanlıqlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir. Muayyen muddatgacha, ya'ni bo'g'izlaydigan vaqtgacha qurbanlık mallardan seg'ib, nesillendirib, minib foydalanasizlar. Ondan onu bo'g'izlashga tegishli joy Beytullahning yenidir. Yani haramdır. Qurbanlıqning bayoni. İş mana shundaq. Kimiki dini ishlarni, jumladan hajning amallarini, qurbanlıqlarni ulug'laydi ekan, ya'ni Allah Teala'nın buyruqlarini ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir. Qurbanlik qilish uchun baqqan qo'y, kala va to'gilarni ulug'lashmi Allah Teala'nın buyruqlarini ulug'lashning qatoridandir. Hakim bu haqda Muqassamdan İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mallarni qurbanlik qilish uchun ulug'lash bo'lsa, u mallarni yaxshi samirtish va chiroyli beqishdir. Abu Umama ibn Sahil bu haqda mundaq dedi. Biz Medinede qurbanlik qilish uchun baqqan mallarni samirtib yeytdik. Yani musulmonlar qurbanlik qilish uchun baqqan mallarni semiz baqatdi. Bu hadisni İmam Buxoriy rivoyat qilgan. İbn Majah Abu Rafi'ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom cho'ng semiz munguzlik qarig'i moyil eqish ranglik ikki erikni qurbonlik qildi. Abu Davud va Ibn Majah Jabirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom munguzlik qarig'i moyil eqish ranglik ikki erikni qurbonlik qildi. Ali radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalom bizni qurbonlik qilmoqchi bo'lgan mallarning ko'z va quloqlariga qarab beqishimizga hamda quloqlarining uchi yoki uning tuvinidan kesib etilgan yoki quliqi uzuniga tilib etilgan va yoki yumaloq teshib etilgan mallarni qurbonlik qilmasligimizga buyurdi dedi. Bara Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qurbonlik qilish durust bo'lmaydigan 4 xil mal bor. Ular bo'lsa ko'zi alg'ay, kesal, to'kur va birer ustixini sunuq maldir. Bu hadisni İmam Ahmad, Tirmizi, İbn Majah, Abu Davud va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qildi. Qurbonlik qilishga otilgan mallardan foydalanishga bo'ladiganligi muayyan muddatgacha, ya'ni bo'g'izlaydigan vaqtgacha qurbonlik mallaridan seg'ib, nasillendirib, minib foydalansizlar. Ya'ni qurbonlik qiladigan vaqt kelib bo'lguncha sizlar qurbonlik qilish uchun tayyorlagan mallarning sutidan, yungidan, tivitidan foydalansizlar va uningga minish bilan foydalansizlar. Muqassam İbn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida sizlar
qo'y kalidek mollarni qurbonlikqa atamaganlar bo'lsanglar, ulardan foydalanaysizlar deganlikni rivoyat qildi. U mollarni qurbonlikqa atab bo'lgan bo'lsa-mu, agar ularga ehtiyoji tushib qolgan bo'lsa, ulardan foydalansa bo'ladi degan ko'z qarashdikilarmi bor. Bularning dalili Imom Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bu hadisdir. Payg'ambar alayhisalom bir to'gini haydab minayotgan bir kishini ko'rib, uningga mingin dedi. U kishi bu qurbonlik qilish uchun atalgan to'g edi dedi. Payg'ambar alayhisalom 2 yoki 3 qitimda "Voy sana, uningga mingin" dedi. İmam Muslim bir rivoyatda Jabirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom u kishiga agar uningga minishga ehtiyojing tushib qolsa, uningga odatda mingandek mingin dedi. Ondan uni bo'g'izlashga tegishli joy Baytullohning yinidir, ya'ni haramdir. Hajga mangan kishi qurbonlik qilish uchun elib mangan mollarini bo'g'izlaydigan joy haramdir. U joyning haram ekanligini Alloh taolaning tövendiki oyatlaridan ko'rib olg'ili bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar o'g'lagan hayvonlarni ihramda yoki haramda turib o'ltirmanglar. Sizlardan kimiki uni qasdan o'ltirdikan, ishning vabolini tetishi uchun uning jazosi 2 adil kishining baholashi bo'yicha heliqi o'ltirilgan ovga o'xshash uy hayvonlaridan birini Kabe'ga elib berib qurbonlik qilishdir. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni Masjidi Haromdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Her ümmet Allah Teala'ga rızık kılıp bergen çarvularını, her ümmet Allah Teala ulağa rızık kılıp bergen çarvularını şükür kılış yüzüden kurbanlık kılganları da Allah'ın ismini eytson dep ulağa kurbanlıkını belgilidik. Sizlerinin ilahinla bir ilahtır. Onunla boysununla. İtaatmenlerge hoş haber bergin. Ula şundaq kişiler ki Allah yad etilse ulanın dilleri qo'rqib titreydi. Özlerine yetken eziyetlerge sabır kılıdı. Namaz öteydi. Ulağa biz rızık kılıp bergen neslerden yaxşılık yollarını berdi. Qurbanlık qilishning barliq qavmlarda yo'l qo'yilgan ish ekanligi. Her ümmet Allah Teala ulağa rızık kılıp bergen çarvularını şükür kılış yüzüden kurbanlık kılganları da Allah'ın ismini eytsin dep ulağa kurbanlıkını belgilidik. Allah Teala bu ayette kurbanlık kıyganda ve mal öldürgende Allah Teala'nın ismini ataşının hem kavminin içinde boğu yolga qo'yilib kelganligidan xabar berdi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning ulağa qurbonlikni belgiladik degan oyatning ma'nosi ulağı bayram kunini belgiladik deganlikni rivoyat qiladi. Ekrime bu oyatning ma'nosi haqida ularning qurbonlik qilishga elib borgan mollarini o'ldirishi uchun Mekkeni belgiladik deganlikdir. Chunki Alloh taolo hech bir qavmga Mekkedan boshqa bir yani qurbonlik qilish uchun elib berilgan molni o'ldiradigan joy
qimmidi dedi. Mallarning Alloh taolaning ismini atab o'ltirilganligi to'g'risida Imom Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom qarg'amoyil va munguzlik ikki qo'yni ilib kelib, Alloh taolaning ismini atab takbir etib va putini qo'yning bir tarafida qo'yib bo'g'izladi. Sizlarning ilohinglar bir ilahdir. Uningga bo'ysuninglar. Ya'ni hammanglarning ibodat qiladigan ilohi birdir. Barliq payg'ambarlarning elib kelgan shariatlari boshqa bo'lsa-mu va shundaqla ba'zi payg'ambarlarning elib kelgan shariati ba'zisining shariatining hukmini amaldan qoldirsa-mu, u payg'ambarlarning hammasi shirki yo'q, bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir, menga ibodat qilinglar" deb vahiy qildik. Uningga bo'ysuninglar, ya'ni ixlosmandlik qilinglar va uning hukmiga bo'ysuninglar. İtaatmenlerge hoş xabar bergin. Savri bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Alloh taolaning hukmiga rozi bo'lgan va uning bo'ysungan itoatmanlarga xo'sh bishorat bergin. Alloh taolo u itoatmanlarning qandoq kishilar ekanligini bayon qilib mundaq dedi: Ular shundoq kishilarki, Alloh yod etilsa, ularning dillari qo'rqib titraydi. O'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qiladi, namoz o'taydi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga berdi. Ya'ni ular Alloh taolo rizq qilib bergan halol mollaridan o'zlarining xotin bola vaqillariga, urug' tuqqanlarga, faqir va ehtiyojli kishilarga berdi va Alloh taolaning belgilamalariga rioya qilish bilan birga hamma mahluqotlarga yaxshilik qiladi. Ammo munofiqlarning sifatlari mundaq emas. Biz munofiqlarning sifatlarini Tavba surasida bayon qilib o'tdik. La ilaha illalloh. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Hac suresi tefsirinden 35. ayetgacha anladыңlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.